Assalomu alaykum, hurmatli Green Life korporatsiyasini kuzatuvchi YouTube kanalimiz a'zolari. Yaxshimisizlar? Uzoq salomat yuribsizlar. Bizga korporatsiya haqida umumiy ma'lumot bermoqchiman. Korporatsiya o'zi qanday, nima mahsulot qilsa bo'ladi, qanday biznes qilsa bo'ladi yoki qanday pul topib daromadlarga ega bo'lasiz. Siz korporatsiyamizga a'zo bo'lsangiz, birinchi navbatda eng keraklilardan biri bu oilangizga zararsiz bo'lgan mahsulotlarni olib kirasiz. Siz oilangizga turli tuman zararsiz bo'lgan mahsulotni A'dan tortib Yagacha, ya'ni upachiskadan tortib zubachiskacha, shampun deysizmi, vitamin deysizmi yoki kerak bo'lgan oshxona jihozlarimizga kerak bo'lgan mahsulotlar deysizmi, barcha turdagi mahsulotlarni bizning korporatsiyamizda topishingiz mumkin bo'ladi. Viloyatlar bo'ylab, ya'ni O'zbekiston Respublikasi bo'ylab butun viloyatlarda bizning ofislarimiz bor, maxsus do'konlarimiz, savdo rastalarimiz va hamma mahsulotlarimiz bor. Ya'ni siz uyingizga zararsiz mahsulot olib kirib kelasiz. Allergiyaga qarshi yoki sog'lig'ingizga qanaqadir